Assalomu alaykum. Namangan taxta bozorini kuzatuvchilari. Yangi 4 metrlik quruq shpuntli pollaylarimiz keldi. Shularni taxtani holati bilan arxa bilan bir qator tanishtirib o'tamiz. Sizlar undan oldin kanalimizga like, podpiska bosib, biroz cho'nqollab quvvatlab turasizlar. Hop, razmerlari 11,5 shpuntdagi holati 11,5 qolgan, qalinligi 2, uzunligi 4 metrlik. Quruq so'xoy shpuntli pollay taxta 4 metrlik. 100% sasna. Pixta kedra yeri aralashmagan. Holatlari yaxshi, chiroyli bir tekisda. Tilinishlari ham yaxshi tilingan shpuntlari. Chiroyli ochilgan holasi. Kelishlari yaxshi cho'q bir-biriga tushishlari. %100 sasna taxta. Taxtamizni ko'rinish. Taxtamizni narxini 45 ming so'mdan qilib beramiz. Razmerlari shpuntdagi yangi holati 11,5, qalinligi 2, uzunligi 4 metrlik. Quruq suxoy polli taxta, 100% sasna.